go'zal so'lim joylardamiz do'stlar. Shunaqa dengizga qarab turib sizlarga ikki og'iz gap gapirmoqchiman. Oddiygina oshpazlik qiladigan bola shunaqa chiroyli manzaralarda, chiroyli sohilli bo'yida mashina haydab ketyapti. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Oshpazlik bu Alloh tomonidan baraka yuborilgan kasb bo'ladi. To'g'ri, o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, lekin o'sha shunaqa qiyinchilik paytdan o'tib olganingizdan keyin inshaalloh go'zal bo'ladi. Bu etaplar menda ham bo'lgan. Vaqti kelgan oshpazlikni tashlab ketmoqchi bo'lganman. Vaqti kelgan bo'ldi, ishlamayman, qo'llarim kuyib ketgan, kesib olganman. Lekin Allohga behisob shukrki, hozir qanchadan qancha davlatlarni, qanchadan qancha chiroyli maskanlarni oshpazligim orqasidan kezib ko'rib yuraman. Aslida nafaqat oshpazlik, balkim boshqa kasblarda ham kasbingizni seving. O'sha kasbingiz orqasidan inshaalloh Alloh baraka beradi. Kommentariy yozib ketinglar, siz qaysi kasbga egasiz yoki qaysi kasbni tanlamoqchisiz. Bu videoni shefxo'r oshpaz do'stinglarga tashlab qo'yinglar. Ozgina motivatsiya bo'ladi.